Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio və Jeff Merkel Uyğur kishilik huquq siyosati qonunini kuchga ega qilish uchun bir loyihani o'tirg'a qo'ygan. Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio boshchiligidagi Uyğur kishilik huquq siyosati qonuni 2020 yılı ma'qullikdan o'tgan bo'lib, qonunning kuchga ega bo'lish vaqtining 2025 yılı to'shilganligi planlangan. Rubioni Amerika Kengash Palata a'zosi Jeff Merkel qo'llagan. Marko Rubio xabar to'rining 7-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio va Jeff Merkel Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini kuchga ega qilish uchun bir loyihani o'tirg'a qo'ygan. Marko Rubio va Jeff Merkelning tirishchiligida 2024 yildagi Uyg'ur kishilik huquq siyosatiga huquq berish qonuni ma'qullansa, bu tirishchilik bu qonunning halqалық tarafini yana 5 yil kuchga ega qilib, Amerikaning Uyg'ur va boshqa millatlarning kishilik huquqini davomli qo'llashiga kafolatlik qiladi ekan. Xitoy Yevropadagi saylovni ta'siriga uchratishga tirishmoqda ekan. Epardevs xabar to'rining 6 may kunidagi xabarida aytilishicha, Pragadagi Aqlli Ambri Xalqaro ishlar jamiyatining yaqinqi tadqiqotiga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi Yevropadagi saylam va siyosat tadbiri belgilashga qarata ta'sir ko'rsatishda barg'ansiri murakkab va aktiv holga kelgan. Yevropa parlamenti saylamidan bir qancha kun burun e'lon qilingan dokladda Xitoyning saylamga aralashib olishining kun sayin kuchayayotganligi gavdalantirilgan bo'lib, bu taktika Rossiya bilan texmi munosabatli ekan. Tadqiqotchilar Xitoyning Yevropadagi saylam va qaror chiqarish jarayonini moyil qilish uchun siyosiy ta'sir, uchurni kontrol qilish, parxo'rlik va josuslik qatorliq har xil usullarni qo'llanayotganligini bayqagan. Xitoyning Yevropa saylamiga ta'sir ko'rsatishga urinishi 400 millionga yaqin saylovchi kelgusi 5 yildagi parlament a'zolarini saylash uchun 6-iyundan 9-iyungacha bilet tashlashga tayyorlik qilayotgan vaqtga to'g'ri kelgan. Saylam natijasining Yevropaning Xitoyga tutgan pozitsiyasini o'zgartirib, Yevropa ittifoqining chet elning demokratiyaga aralashib olishiga qarshi maydoniga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Dokladda Beijingning aralashish tirishchiligining Yevropaning bozoriga kirib, iqtisodning o'sishini ilgari surish va ilg'or texnikalarga erishish ehtiyojining turtkisida ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Washington bilan bo'lgan jiddiylik kun sayin kuchayotgan paytda Xitoy Kompartiyasi Yevropa ittifoqining Amerikaga tayinishini azayta olsa, Yevropa ittifoqini yoshirin ittifoqdosh deb qaraydi ekan. O'tgan 10 yilda Xitoy Kompartiyasi Osiyo Tinch okean rayonidagi 7 davlatda kam deganda 10 saylamga to'r orqali daxl qilgan. Bu daxl qilishlar saylovchilarning sonliq ma'lumot amrini o'g'irlash, parlament mulozimitlariga xiloflik qilish va istixborot yig'ish uchun nishonga markazlashgan kimlikni o'g'irlash hujumi qatorliq usullarni o'z ichiga oladi ekan. Chexning eng yangi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoyning Yevropa saylamiga aralashishi texmi murakkablashib, siyosiy dialogni yetildirishdan tortib, parxo'rlik va josuslik harakatlari bilan shug'ullanishchi bo'lgan har xil texnikalarni qo'llangan. Yaqinqi oshkorlanishlar ichida APT31 deb ataladigan Xitoy Kompartiyasi qo'llagan xakerlar guruhi keng ko'lamda to'r hujumi olib berib, Xitoy Kompartiyasini tanqid qilgan amaldorlar, parlament a'zolari va korxonalarni nishonlagan. Amerika taftish mahkamasi bu to'r josuslik harakatining Xitoy hokimiyati duch kelgan xiroslarni hal qilishni maqsad qilgan Birlashma Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqining barliq a'zolarini nishon qilganligini ko'rsatgan. Xitoy Kompartiyasi murakkab tashviqot faoliyatlarini ishlatib, Yevropada jamoat fikrini shakllantirish uchun uning manfaatiga mos keladigan hikoyalarni tashviq qilib, davlat ishidagi siyosatni tanqid qilishni bostirdi ekan. Bu tirishchiliklar Hong Kong, Tayvan va atalmish Xinjiang shundaqla Falun Gong praktikantlari qatorliq masalalarda tashqi siyosat belgilovchilarning qo'llashiga erishishni maqsad qiladi ekan. Xitoy Kompartiyasi Yevropadagi o'ng qanot va so'l qanot siyosiy kuchlar bilan aralashishga ahamiyat bergan. Xitoy bilan Rossiya dunyo yadro savdosiga hokim bo'lib olgan. Forbes xabar to'rining 7-iyun kunidagi xabarda aytilishicha, 2024 yili mayning oxirida O'zbekiston Rossiya bilan Rossiya davlat atom energiyasi shirkatining O'zbekistonda yadro elektr stansiyasi qurish to'g'risida kelishim imzolagan. Bu elektrga ehtiyoj davlatlarga bulg'imi qo'yib bermaydigan O'rta Osiyodagi tunji yadro elektr stansiyasi bo'lib, u yana Moskvaning Ukraina urushini Moskva orbitasidan chekinish fursati sifatida qo'llangan rayonda yangilash kuchi bilan ta'minlaydi ekan. Rossiyaning bu muvaffaqiyati to'liq mustahkamlanmagan. Qozog'iston hech bo'lmaganda hozircha Rossiyaning ilgarilishiga raddiya berib, Ostona, Xitoy, Koreya va Fransiyadan iborat 4 xil tanlashni o'ylashmoqda ekan. Rossiyaning g'arbga qarshi energiya raqobatidagi ilgirilishi muqarrar emas ekan. U faqat Amerikaning yadro energiyasi siyosatini o'zi mag'lub qilgandala
amalga oshadigan. Yadro energiyasi klimat o'zgarishiga qarshi turish uchun muhim bo'lib, Rossiya reaktordan boshqa texnik ko'p sohada yadro sanoatiga hukmronlik qiladi ekan. Ular yana dunyodagi eng chong o'ringa aylantirish va beyish sanoatiga ega bo'lib, 2020-yili ayrim holda 38% va 46%lik ish bilan xalqaro sig'dirishga ega bo'lgan. Bu uni asosliq yaqilg'i eksport qilg'uchi davlatga aylantirgan. Rossiya 2022-yildan 2024-yilgacha 2 milliard dollar qiymatidagi yadro energiyasiga munosabatlik mahsulotlarni eksport qilgan. Rossiya Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo Turkiya va Slovakiyadan iborat ikki davlatga yadro elektr stansiya qurmoqda ekan. Xitoyning yadro elektr sanoati davlat ichidagi muhimligini saqlab qolgan. Energiya ehtiyojining oshishi sababidan 2023-yili 7-oygacha Xitoyda 23 elektr stansiyasi qurilgan. Amerika birla yadro elektr stansiyasi qurmoqda ekan. Garchi Xitoy yadro energiyasi ishlab chiqarish jarayonini mukammallashtirgan bo'lsa-mu, ammo Amerikada yasalgan eng oxirgi zavod 7 yil kechikib, xamchotdan 17 milliard dollar oshgan. Bu Amerikaning Vizantiya ijozatnomasi va muhitni tekshirish sistemasining isbotidan iborat ekan. Xitoy bu tajribani asos qilib, chet elni reaktor ta'minlashga boshlagan. Xitoy davlatlik yadro shirkati va Xitoy umumiy yadro elektr guruhi Hualong 1 deb atalgan 3-avlod reaktorni yasab chiqqan. Bu xil yangi reaktor 2021-yili Fuchinda tijorat boshlagan. 2023-yili Xitoy Pokistondagi Chashma 5 yadro elektr stansiyasida qurilish boshlagan. Bu xil harakatlar Xitoyning chet elda ul asliya qurish va ta'sirini kengaytirish iqtidoriga tuhfa qo'shadi ekan. Amerikaning yadro elektr sanoati ilgari dunyoning havasini qo'zg'agan bo'lib, 1990-yili 112 mashg'ulot reaktori bilan eng yuqori chekka yetgan. 34 yildan keyin Amerika 3dan 1 qism yadro reaktoridan ayrilgan. Agar buni tuzatish uchun hech qanday ish qilinmasa, kelgusi 10-15 yil ichida nurg'ulg'an yadro reaktorlarining mashg'ulot umri oxirlashib, natijada Amerika tok sig'imining 20% ga yaqinlashishiga taqobil turishi kerak ekan. Xalqaro atom energiyasi organining mo'ljallashicha 2050-yilga borganda yer shari yadro energiyasi ishlab chiqarish iqtidori 890 gigawattga yetadigan. 2022-yili 371 gigawattdan oshib ketgan. Yadro energiya institutining mo'ljaliga qaraganda Amerikaning qattiq detal va tajribaning yadro energiyasi eksporti o'z vaqtida 1 trillion dollardan ortiq savdoni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Yer sharidagi kuchli davlatlar yadro energiyasining klimat o'zgarishiga qarshi turish va ularning iqtisodiy amaliy kuchini namoyon qilishda muhim rol o'ynaydiganligini tunib yetkazishga yadro energiyasi burilish nuqtasida turmoqda ekan. Amerika Kengash palatasi ma'qullashi bilan Prezident Bayden atom energiyasini ilgari surish qonuniga imzo qo'yib, Amerikaning davlat ichidagi yadro sohasini davlat ichi va xalqaro turlarga kengaytirishi kerak ekan. Hozir harakat qilolmaslik Amerikaning yadro elektr energiyasi korxonalarining qo'ldan ketgan iqtisodiy fursati bo'lib qolmasdan, balki yana bir cho'ng jug'rafiyalik siyosiy mag'lubiyat bo'lib qoladi ekan. Chunki texnik ko'p davlatlar o'tkinchi mezgilda yeshil energiya uchun Rossiya va Xitoyga tayinadi ekan. Kelishishmi, setishishmi? Abduri Burhan Muhammad. Vatanda tug'ilib cho'ng bo'lmagan odamdan haqiqiy vatanparvar chiqmaydi. Esingizda bo'lsin. Boshqa yerda tug'ilib, hamma yerda yahudiylardek yekilinib qaralganda, vatan lozim bo'lganda, ondan vatanining ko'yiga kiradi. 9 tal odamga vatan nima kerak? Yuqoridagi so'zlarni muhojirat hayotida men anglagan o'zi ochiq, ammo inkor qilg'usiz reallikqa ega so'zlar deyishga bo'ladi. Buni aytgan birodarimga shu mezgillarda mundaq mutlaq kesib gap qilib o'tishga bo'lmaydiganligini, bir qadar bir taraflama so'zlab qo'yganligini degim kelgan bo'lsa-mu, har qanday bir taraflama so'zning qazib oqtursa, ashu taraflamalikning tarafini ochiqlaydigan ma'lum bir reallikdan nasiba oladiganligi ko'z oldimga kelgan. Va buni nazarda tutib, ortiqcha takrorlashmasdan sukut qilganim esimda. Bu oz kelgandek, yaqinqi bir qancha kun mobaynida ba'zi siyosiy siymolar tarafidan e'lon qilingan bir bayonot dal yuqorqi so'zlarning manga tikilib, qandoq shu chog'da rost debdikan deb qolgansiz, deyotgandek ko'zga putlashib o'ltirdi. Joyida qilingan sukutning muhojiratni mendan burun ko'rganligining hurmatini qilib qilgan ash chog'dagi sukutimning amdiki xulosasini ko'rib, ashu birodarimga g'oyibona tashakkurimni aytmay turolmadim. Maqsadga o'tsak, Eliqa janobning bayonotida ko'zga putlashgan va siyosiy ma'nosini o'ylanuvchi tinch zihnini qo'llanishtirgan u jumlasi
Uyg'urlar bilan Xitoylar orasida kelishtirguchilik rolini joriy qildirsa deganlar bo'ldi. Texi yaqindala 45 yillik da'vo tarixida siyosatda ketkizib, eng cho'ng xatosining Xitoy konsuli oldiga berib namoyish qilish ekanligini e'tirof qilgan bu janobning 46-yiliga kelganda mustamlika ostidagi xalq bilan mustamlikachisi o'ttirisida kelishtirguchilik rolini o'ynash taklifini e'lon qilishdek milliy da'voning maydonidan emas, Xitoy mustamlikachisining to'qib olgan mavhum ideya va tuhmatlarini maqbul ko'rgan tarzda go'yo Sharq Turkistonliklar haqidagi mustamlikachilarning andisini yenikitish zaruriyati bordek bir uydurma ideyaga pas chiqargan shaklda orani o'ngshab qo'yishga taklif qilishidek donolig'i haqiqatan diqqat tortadi. Biz tehi hafta avval mustaqillik tarafdori bo'lgan o'ng qanotlar to'pining o'rlik munberi ostiga uyushganligiga, o'rtaq birlashma qaror chiqarganligiga shohid bo'ldik. Darvaqa, kollektiv qaror shaxsning taklifidan a'lo. Qaraydigan bo'lsak, mazkur kollektiv qarorning biror moddasida Uyg'urlar bilan Xitoylar orasida kelishtirish yo'li izlash xususida biror mazmun bayqalgani yoki mustaqillik tarafdorligidagi tashkilot va qurumlarning hukumatning biror ima ishoratimi bo'lgani yo'q. Yana bilamizki, o'zini mustaqilchiman deydigan janobning millatning siyosiy irodasiga vakillik qilguvchi to'p orasida na soyisi, na isnosini ko'rmadik. Gezi kelsa, qozna qo'ydi bo'dildigan, gezi kelganda dalaga ilib chiqib, qovutib, yana qoznaqiga band qilib etilib, e'tiborlanadigan ermaksimon obsharkidek, yoki bo'lmasa sahnaning o'ttirisiga esib qo'yilgan, faqatla knopkasi kimning qo'lida bo'lsa, shuning o'chirib yoki yondirishiga qarashli qiladigan pozasimon toifalar tarixning har bo'lim yoki boblarining muayyan paragraflarida uchrab turadi. Bu saqlanğılı bo'lmaydigan hodisa. Lekin saqlanishga bo'ladigan haqiqiy sahna egalari bilan oldin ola esib qo'yilgan chiroq yoki pozaning farqini ayirib muomala qilishda. Pagag'lar loyiqini pagaga, to'rga loyiqini to'rga, axlat sanduqiga tegishlikni yemekliklarning borar joyiga yo'lga selib turishda. Ya'ni hammaga o'ziga tegishlik maqomi bo'yicha muomala qilishda. Maqsadga qaytib kelsak, mustaqillik tarafdorligini amaliy harakati bilan bildirgan o'ng qanotlar to'pi shakllanayotganda milliy da'voning kollektiv rahnamalari mustaqillik yo'nalishida o'rtaq qadam ilish sepi shakllanayotganda sapning na o'ngdan, na so'ngdan o'rin olish sharifiga ega bo'lmaganini oz deb, kollektiv berishga tegishli qaror va takliflarni yonbeshiga urgancha modda tuzib, boshqa elning hukumat arboblariga diyaslitalish milliy manfaat nuqtasidan ko'z yumib o'tib ketadigan ish emas. Navoda bundaq bir qaror o'rlik va mustaqillik munberini shakllantirgan tashkilot va hukumat rahnamalarining qilcha siyosiy g'ururini g'idiqlamagan bo'lsa, deydiganimiz hepimizga geçmiş olsun. Nərimizga kechirsa kechirsin, vaqti kelsa, bu bizning shuningga haqliqlashganligimiz va mazkur siyosiy setilmalikqa sukut qilishimizdan bo'lgan bo'ladi. Agar o'rlik munbiridagi o'ng qanot deyilayotgan to'p o'zini mustaqillik da'vochilari deb qarasa, kollektiv qarorga tegishlik bo'lgan bo'libmi millat va xalq nomidan ularning milliy irodasining jarohatlangan yeringiga tuz tepishga yotadigan yapta taklif va sunulmalarga sukut qilmasligi, millatning irodasining bo'libmi irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan millatning mustamlikasi bilan bo'lgan qon qisos va siyosiy mustaqillik kabi ulug'vor irodasining kelishtirguchiga hojati bor yoki yo'qligini aniq qilib etishi, shundoq bir vaziyatning mavjud yoki emasligini siyosiy prinsiplar asosida tarozilab turib ifoda bildirishi, xalq va millatga vakolatan bundoq bir hadsizlarcha millat va vatan masalasida taklif va sunumlarni go'yo mahallasiga yig'ib olgan yetim bolalarning valisidek o'tirg'a tashlashiga qarta milliy sada chiqarmoqqa zarur. Shuningdek, mazkur 45 yillik da'vogarlikni bozorga solgan janobmi nima uchun boshqa elning davlat arboblari Uyg'urlar bilan Xitoy mustamlikachilari orasiga kelishtirguchi bo'lishi zarur? Shunda qilishga nima zaruriyat bor va bu zaruriyat Sharq Turkistonliklarning milliy manfaatining narida? Siyosatchilikda mustamlikachi bilan vatani ishg'ol ostidagi xalq orasidagi munosabatda kelishish degan hukmning xosiyati nima? Agar mazkur janob bundoq munosabatda kelishish bilan setilish o'tirsida farq yo'qligini ilg'a olmoqdek darajada anqov bo'lsa, bundoq bir anqovlikni siyosatmanlik qalpiqida kiyib olgan biri bo'lish sifati bilan millat oldida qilgan gapining javobgarligiga mas'ul bo'lish majburiyatining borligini tunib yetishi va maqsadni oydin qilishi,
Hech bo'lmasa millatni yovvoyi xalq kategoriyasiga silib, indigenous qilib setishdan yanmagan, heliqi rasvosi chiqib ketgan hamda kona ulfatlash yoki mansab savdosida kelisholmay ayrilib ketgan hamtovoqlari bo'lgan siyosiy ansambullar kabi rangini aniq qilib, qo'sh yuzlik ko'rsatayotgan niqobini echib tashlab, ochiq-oshkora holda o'zining zodi qaysi qanotga mansubligini ochiqlab etishi. Mustaqilchilarning yo'liga shig'il dövsi tashlash o'yinlariga hamtovoqlashib, sunniy siyosiy vazifa yasab o'ynashga bas qilishi zarur bo'lib turibdi. Shundoq bo'lganida kimning kimligi va qayerning zuvonligi, millatning ovozi tarafdorimi yoki millat orasiga singib kirib, millatning ovozini ta'tir o'rib tarjim qilib jon boqadigan siyosiy obsharkalardanmi aniq bo'lg'usi hamda ig'izdagi iddaoga emas, qilinayotgan qiliqlarga qarab, sepining nimaligi belgilangisi va shuningga qarab muomala qilingusidir. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.